Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Biz Toshkent, Kazan, Nabrijniy, Chili, Nijniy Kamskiy, Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslarimiz amalga oshirilmoqda. Siz o'z avtobusingizda to'g'ridan-to'g'ri Toshkent Sobir Rahimov avtovokzalidan yurib ketishingiz mumkin. Bizda Toshkent, Moskva yo'nalishlari bo'yicha qonuniy reyslar haftada 4 kun: dushanba, seshanba, payshanba, juma kunlari soat 18:00 da. Toshkent, Kazan, Nabrijniy, Chili, Nijniy Kamskiy yo'nalishlari bo'yicha esa haftada 3 kun: seshanba, juma, shanba kunlari reysiy avtobuslarimiz o'z manziliga jo'nab ketadi. Sizga ham shunday ishonchli xizmatlar kerak bo'lsa yoki joylaringizni onlayn tarzda xarid qilmoqchi bo'lsangiz, ekrandagi ishonchli raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Bizning Instagram, Telegram, Facebook kanallarimiz ham ishlab turibdi. U yerda yozsangiz ham siz uchun kerakli ma'lumotlarni berishadi. Avtobusimizda barcha shart-sharoitlar qulayliklar yaratilgan bo'lib, 2 ta monitor, 2 ta kuler xizmati, qishin-yozin ishlaydigan konditsionerlar, zaryadchik moslamalari va undan tashqari siz o'zingiz bilan 50 kilodan 60 kilogacha yuk olsangiz bo'ladi. Ekrandagi raqamlarga murojaat qiling, tanlovda adashmang. Keyingi efirlarda ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling.